Sotuvda Honda EQM5 avtomobili. Mashinamiz 2024-yil 18.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Rangi qalbiylarning rangidagi oppoqqina bo'lib, xohlasa zo'r holatda turibdi. Kraskalari ham top-toza deyishyapti. Bemalol kelib ko'rib, ustinglarni olib kelib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Kuzuklarda ham qirilib chizilib ketgan joylari yo'q. Moylarni ham yaqinda almashtirib qo'yishgan ekan. Krugovой tonirovkasi bor. Bitta dona mana laboydi. Dars ketgan joy bor ekan. Almashtirib olsangiz, yo'l holati keladi. Salonlari ideal holatda. Qiriladigan joylar polniy laminatsiyalar qilib qo'yilgan. 18.000 yurgan. Zapas punklari ham bor ekan. Ancha xohlasa yaxshi holatda. Orqalari ham kengina. Rangi ham bilasizlar. Oqlari sal kamroq, qoraga nisbatan. Mana ko'rinishlari 2024 450 kilometrlik. Narxi $16.300. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xohlasa baraka qo'rsanglar bo'ladi.